Hammaga salom, sizlar bilan bugun Ani O'zbek va bugun biz Robux'larni olish yo'lini qidiramiz va sizlarga hamma olish yo'lini aytib beraman. Qanunda ketdik. Xo'sh, bugun gaplashadigan mavzuimiz Robux'larni qanaqa olish mumkin. Birinchi yo'llardan biri bu please donatga kirib, donatni kutish, ya'ni boshqa odamlar donat qiladi. Ikkinchi yo'l esa Robux kartochkalarini olish. Ular to'g'ri bizda sotilmaydi, ammo Amerikada olsa bo'ladi $10 ga. Qanaqa qilib olasizlar desanglar, shunday kartani olasizlar. Ichidagi narsasini ochsanglar, kod turgan bo'ladi. Shu kodni prosta Robuxda kodli joyga bundoq kiritsanglar, sizlarga Robux tushadi. Juda ham ko'p Robux tushishi mumkin, juda ham kam Robux tushishi mumkin. Bu olish yo'llaridan biri va juda ham qiyin bunaqa kartochkalarni topish. Amerika blogerlari juda ham ko'p foydalanadi. Keyingi yo'l o'zimizni OLXdan akkauntlar sotib olib Robux olish. Lekin agar mana bilsanglar, akkauntlar har xil narsalar sotishadi. Lekin bularning hammasi aldov bo'lishi mumkin. Nimaga desanglar, biz O'zbekistonda scam, aldov juda ham ko'paygan. Shuning uchun ishonib o'tirmanglar uning ustiga. Faqatgina OLXga sotiladigan Robux narsalari bular hammasi fake bo'lib, aldanib qolishingiz mumkin, chunki hech kim pulingizni qaytarib bermaydi. Xo'sh, please donat haqida gaplashsak, botda prosta kirasizlar, o'zinglarni narsalarni yaratasizlar, maykalarni. Keyin o'shani nechta Robuxga qo'yasizlar, odamlar kiradi, sotib oladi. Xo'sh, masalaga Robuxlarni olish yo'llarini aytib berdim. Harakat qilib ko'ringlar va agar men podpishkim ko'payib, like'lar ko'paysa, men O'zbekistonda birinchi bo'lib Robux server ochaman. Hozir uzr kam video chiqaryapman, chunki kasalman. Sog'ayib ketishimni tilab qo'yinglar iltimos. Va hozircha shu. E'tibor uchun rahmat va videolar qilishga harakat qilishga ketdim.